Распаковкачик. Yangi yilni yolg'iz kutganim uchun ozgincha stress olgandim. Oilamdan uzoqda, boshqa yurtdaman. Tip bo'lib yolg'iz yangi yil kutdim. Uni ustiga umuman mazam yo'q edi, sog'lig'im yaxshi emas edi. Vot. O'shaning uchun Erjon meni xursand qilish maqsadida anchadan beri so'rayotgan narsamni olib beribdilar. Hozir birga ochib ko'ramiz. Yolg'on bo'lsa ekan. Tayyormisizlar? Da-da-da-dam! Apple Watch'ning oxirgi versiyasi. Men buni anchadan beri so'rayotgandim, to'g'risi. Bilmayman nimaga olib bermayotgandilar. Kecha qanchalik kayfiyatim yo'qligini ko'rib, videoimni ko'rgandan keyin zakaz qilibdilar. Endi ochamiz. Даже упаковкасы вообще boshqacha. Tayyormisizlar? Mana shu ovozni eshitish uchun qancha pul to'laymiz. Tez orada iPhone'ni ham shunaqa raspakovka qilaylik. Men buni bunchalik chiroyli tasavvur qilmagandim. No что, erimning puli ko'p bo'lsin.